Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Abduqodir Husanov tanqid ostida qoldi. Angliya Premyer Ligasining 24-turida Manchester City ashaddiy raqiblaridan biri Tottenham maydonida g'alabani qo'ldan chiqardi va 1 ochko bilan kafolatlandi. Garchi Josep Gvardiola shogirdlari birinchi bo'limda 2 to'p farqi bilan hisobda oldinga chiqib olgan bo'lsa-da, Tottenham yulduzi Dominik Solanke o'yinning ikkinchi yarmida 2 to'p kiritib, vaziyatni tenglashtirdi. Dominikalik Solanke o'yin yo'nalishlarini o'zgartirib, birinchi golini urish chog'ida o'ziga qarshi turgan Abduqodir Husanov turtib yubordi. G'alabani qo'ldan chiqishi shaharlik fanatlarga yoqmadi va aynan mana shu epizod ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokama qilinyapti. Ta'kidlash joizki, bu muhokamalarda tanqidning asosiy nishonlaridan biri o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim muxlislar 21 yoshli markaziy himoyachini Dominik Solanke gol urgan vaziyatda raqibga yetarli darajada qarshilik ko'rsatmagani uchun ayblashmoqda. Shuningdek, muxlislar Manchester City himoyachilari Tottenhamning qanotlaridan uzatilgan paslarini bartaraf etish va hujumlarning tezkor yurishlariga qarshi himoyada muammolarga duch kelganiga e'tiroz bildirishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Tottenhamning birinchi goli bilan bog'liq vaziyatda faol muhokama qilindi. O'sha epizodda Solanke himoyachi, ya'ni Abduqodir Husanovga kuch bilan siqib o'tib ketgan, ya'ni to'pni darvoza to'riga yo'llagan edi. Ayrim muxlislar iste'dodli tarzda hujumchi Husanovni O'zbekistonga qaytarib yubordi deb yozishdi. Shuningdek, shunga o'xshash holatlar avval boshqa raqiblarga qarshi o'yinlarda ham kuzatilganini eslatishdi. Biroq Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola Abduqodir Husanov tomonida turdi va hakam qarorini tanqid qildi. Murabbiy fikricha, birinchi gol urilgan epizodda Dominik Solanke tomonidan ochiq foul bo'lgan. Gvardiola ta'kidlashicha, Tottenham hujumchisi himoyachi, ya'ni Abduqodir Husanovni orqadan turtib yuborgan va agar markaziy himoyachi hujumchiga xuddi shunday holatda to'qnashganida hakamlar aniq penalti belgilanishini uqtirdi. Agar bu markaziy himoyachi va hujumchi o'rtasidagi vaziyat bo'lsa, bu penalti, to'g'rimi? Kontakt bor edi, bunga o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz, dedi Josep Gvardiola. Ispaniyalik mutaxassis shu epizod o'yinda burilish nuqtasiga aylanganini va uchrashuvning keyingi rivojiga jiddiy ta'sir qilganini ham ta'kidladi. Tottenham foydasiga hisoblangan birinchi goldan keyin jamoada emotsiyalar muammo yuzaga keldi. Bunday vaziyatdan so'ng Angliya futbolida nima bo'lishidan qat'iy nazar o'yinni nazorat qilish juda qiyinlashadi, dedi Josep Gvardiola. Manchester City ushbu uchrashuvdan keyin ochkolar sonini 47 taga yetkazib oldi. Musobaqa jadvalida ikkinchi o'rinda bormoqda. Bu turda chempion peshqadami Arsenal g'alaba qozongani bois jamoalar o'rtasidagi farq 6 ochkoga yetdi. Josep Gvardiola shogirdlari chempionat doirasida navbatdagi uchrashuvni 8-fevral kuni safarda Angliya Premyer Ligasining amaldagi g'olibi Liverpoolga qarshi o'tkazadi. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abduqodir Husanovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Va manba tarqatgan xabarlarga ko'ra, hozir Abduqodir Husanov juda ham heytga uchramoqda, ya'ni hozir tushkun kayfiyatda. Qadrli do'stlar, albatta siz Abduqodir Husanovni qo'llab-quvvatlab kommentariya yozishni unutmang. Qadrli do'stlar, endi asosiy xabarga ham yetib keldik. O'zbekistonlik futbolchimiz Abduqodir Husanov Manchester Cityning yanvar oyidagi eng yaxshi futbolchisi nomini oldi. Ya'ni bu yerda Bernardo Silva, Janjuli Donnarumma va Abduqodir Husanov o'rtasida so'rovnoma o'tkazilganda, aynan mana shu so'rovnomada Manchester City muxlislari Abduqodir Husanovni eng zo'ri, ya'ni yanvar oyidagi eng yaxshi futbolchi deb atashdi. Qadrli do'stlar, garchi negativ fikr bildirishayotgan bo'lsa ham, ular sanoqli do'stlar, lekin ko'pchiligi Abduqodir Husanovni o'yinidan mamnun. Qadrli do'stlar, ma'lumotlarga qaraganda endi Abduqodir Husanov Manchester Cityning rasmiy jamoa sardori bo'lishi mumkin. Hozirda Bernardo Silva jamoadan ketadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan Abduqodir Husanov endi jamoa sardori bo'ladi deya fikr bildirishgan. Qadrli do'stlar, albatta nima bo'lganda ham hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.